hayotim davomida ko'p xato qilganman. Xato qilmagan odam o'zi bo'lmasa kerak bu dunyoda. Lekin ko'pchilikda sezdim, man xato qilishdan qo'rqadi. Ich-ichimizga ilzotib ketgan xato qilishdan qo'rqish. Даже yosh bolalarga ham yugurma, yiqilasan. Ehtiyot bo'l, yiqilasan. Yiqilma, xato qilma deb tarbiya berishadi. Balkim shunga ichimizda xato qilishga bo'lgan qo'rquv rivojlangandir. Ichimizda mana shu qo'rquv vujudga kelgandir. Harakat qilamiz, xato qilamiz. Saboq olamiz, xatoyimizdan xulosa chiqazamiz. Olg'a qadam tashlab, sekin-sekin o'zimizda kutgan natijaga yaqinlashib boramiz. Eng muhimi bu yo'lda to'xtab qolmaslik. Bu xato biznesda bo'ladimi, oilaviy hayotda bo'ladimi, yo boshqa sferada bo'ladimi, bundan ahamiyati yo'q. Eng muhimi bir joyda turib qolmaslik. Har xato qilganingizda savol bering. Bu xato menga nima berdi? Nimani o'rgatdi? Va harakat qiling bu xatoni qaytarmaslikka. Ikkilanmang, yiqilishdan qo'rqmang, xato qilishdan qo'rqmang. Bu dunyoda xato yo'q, faqat tajriba bor.